Boshim. Yomon boshim og'riyapti-ku. Yaramas, qaysing urib ketding? Bir amallab endi uyimga kirib olsam, iltimos, kimdir yordam bersin. Hoy, boshim yomon og'riyapti axir. Ah. ah. Ye? Mana kravatimmi? Tushunmadim. Kravatni yonida uxlab qo'yganmanmi? Bo'ynim qiyshayib qolibdi-ku. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo'xa va bugun men nimagadir stolning ostida uxlab qo'yganman. Menimcha kecha uxlayotganimda tushib ketganman shekilli. Mayli, nima bo'lsa bo'lsin endi. Bunaqa badbo'y hid musorlarni tashab ketishgan, rasvo boru, mana tuproq hamma yoqqa yoyilib ketibdi-ku. Juda ham rasvo holat bo'lib qopti hamma yoqda. Kim musorlarni tashab ketdi? Allo, eshitaman. Jo'xa, tez yonimga kel. Mayli, janob mer, hozir boraman. Hozir emas, tezroq kel. Bo'pti, hozir boraman. Kim bu yana bunaqa musor qilib tashladi? Yaramaslar. Borib janob merga hozir tushuntirishga harakat qilaman, lekin men qilganim yo'q. Albatta sen qilgansan deydi, chunki meni uyimda orqasi shunaqa yotibdi. Hozir borib janob merdan anchagina gap eshitib kelsam kerak. Lekin nayloj, nima qilay? Men qilmaganman bu narsani. Janob mer, sen qilgansan deydi, qarab turinglar, hozir eshitasizlar. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Keldingmi? Yo'q, kelganim yo'q, uyimda o'tiribman. Tentakmisa oldimda turibsan-ku. O'zingiz nima naql so'rayapsiz, oldingizda turganimni ko'rib turib. Bo'ldi. Korotchi, uyning orqasida sassiq badbo'y hid kelib yotibdi va qanaqadir zaharlangan tuproq hamma yoqda egallab olgan. Tez tozala. Mayli, yaxshim sen qilgansan demadi. Faqat tez tozala dedi. Xo'p, mayli, hozir bir amallab bu yerdagi bloklarni tozalab tashlayman, lekin juda ham rasvo qildim, qaranglar, badqoqmi nima bola. Ustiga bossam yerga kirib ketyapman. Mayli, hozir menda tayyor bloklar bor edi, o'sha bloklarni qo'yib chiqaman. Ya'ni to'g'ri, bu bloklarni bir marta sindirsa, keyin oddiy blokka aylanib qoladi. Ko'ryapsizlarmi? Ya'ni tozalanib qoladi, o'z holatiga qaytib o'sha nima edi, infeksiya yo'qolib qoladi. Hozir bu bloklar infeksiyalangan, zaharlangan, zararli bloklar hisoblanadi. Bu bloklar iloji boricha bu yerlardan yo'q qilib yuborishim kerak. Mana bitta olib turib qaytarib joyiga qo'ysam, o'zi infeksiyasi yo'qoladi va juda ham ajoyib bo'ladi. Takoy bu tomonlarni ham xuddi mana shunaqa o'zi uzoqqa yoyilib ketmagan ekan. Bu infeksiya yoyilib ketadigan infeksiya, ya'ni bitta joyda bitta paydo bo'ldimi, tamom atrof muhitni zararlab hamma yoqni to'ldirib tashlaydi. O'shaning uchun maksimalni bu bloklar yo'q qilib chiqish kerak. Mana bitta blok kam qoldi. Qanaqasiga bitta blok yo'q bo'lib qoldimi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Mana bu yerdan 5 ta blok tutdim, 5 ta blok berdi. Lekin nimaga yo'qda bitta kam blok berdi? Hayronman. Balki bitta ortiqcha blok qayergadir ketib qolgandir. Sizlar ko'rganinglar yo'qmi o'sha ortiqcha blokni? Bu yerni nimaga bunaqa qilib qo'ydim? Bo'pti, mana bitta yopib qo'yamiz, tamom, hech kim bilmaydi nima bo'lganini. Xo'p, bu yerga olib kelib qo'yib qo'yaman, tamom. Hozir ham yashil bo'lib turib, bilinmaydigan bo'lib qoladi. Всё, tamom, hamma yoqni qilib bo'ldim. Bu yerda bitta blok qolib ketibdi. Qo'shnim albatta gapiradi, buni ko'rsa agar vaqt-chaqar qiladi. Nima sen Jo'xa, meni uyimda oldini rasvosini chiqazding. Sen deb meni uyimda oldi rasvo qoldi, badbo'y hid kelib qoldi. Xullas tozala, yo'qot, bo'lmasa seni yo'qotaman, janob merga aytib beraman. Suda deb xullas ortiqcha gap so'z qiladi janob. Qanaqa janob? Qo'shnim demoqchi edim. Janob mer demoqchi bo'lgan ekanman. Keyin qo'shnim dedim. Hozir mayli bir ikkita qoldi. Bu bloklarni ham bu yerdan tozalab tashlasam, keyin esa janob mer yoniga borib tozalaganimni ko'rsataman va keyin janob mer to'g'ri tushunsa kerak. Menimcha mana shu podvalimda ham anchagina musor bloklari bo'lsa kerak. Ularni ham tozalab chiqish kerak. Bu infeksiya rostdan ham hamma yoqqa tarqalib ketibdi. Qanday infeksiya bilmayman. Kimdir qanaqadir dori tashab ketganmi bu yerga. Rostdan ham shunaqa qilib bo'lganga o'xshayapti. Ya'ni qaysidir yaramas jetel qilgan ishini ko'ryapsizlar. Musorda tashab ketgan shu yerga. Keyin musordan infeksiya paydo bo'lganda atrofga tarqalib ketgan. Men esa shuni yo'q qilish uchun hozir burnimni xavfga qo'yib, g'alati hidlarga duch kelib, shunaqa narsalar bilan kurashib o'tiribman. Hozir bir amallab tushib olsam, tushib ham bo'lmayapti. Pol deyapman. Qanaqa pol? Podvalning ichida ham bunaqa blok tiqilib yotibdi-yu. Mayli, hozir shunday tez qo'yib joylashtirib tashlash kerak, bo'lmasa dabdala bo'ladi. Nima bu bloklar g'alati bunaqa? Bitta qo'lga o'tib qolayveradi, bitta qo'lga o'tib qolayveradi. Hayronman, nimaga bunaqa ekan?
asosiy qo'lga yig'ishtirib bo'lmasa ekan bu yaramas bloklarni. 3 tasi o'z bitta joyga kelib qoldi. 4 ta bu 5 ta 6 ta hammasini birdaniga yig'ishtirib olib turib keyin ikkinchi qo'lga olmasam bo'lmayapti nimagadir. Ikkinchi qo'lga olgani qo'ymayapti. Xo'p, 4 ta qoldi hozirmanda 5 ta ekan. Bitta qayerdadir ortiqcha blok bor ekanda, значит, bo'ldi. Bu yerda unaqa eski bloklar qolmadi, tozalab tashladim hammasini. Endi bu tomonlarda menimcha bo'lmasa kerak. Uyda oldida yo'q ekan hech qancha bloklar. Hozir uyimdan kirib tak kirkamni olib turib o'sha podvalni pol qismini toshdan qilib chiqishim kerak. Chunki yog'ochdan g'alati bo'lib qolgan. Rostdan ham shunaqa, to'g'ri yog'och emas, nimadan qilingan? Yer blokdan qilingan ekan. Mayli, hozir bu yerdan toshlarni olib borib o'sha yerni sozlab yuboraman. Bo'lmasa bu yaramas jetellar hamma yo'qni sastib tashlayapti. Bu yer bloklarga ta'sir qilar ekan. Tosh blokka menimcha ta'sir qilmasa kerak, chunki tosh bloklar toshdan bo'lgan, qattiq bloklar. Ular esa zararlanish ehtimoli juda ham past. Balki umuman zararlanmasligi ham mumkin. Zararlangan taqdirda ham juda ham kam miqdorda zararlanadi. O'shaning uchun tosh blokdan shuni olamanda olib borib o'sha yoqdagi nima edi, zararlangan joylarni qo'yib tashlayman, ba'zi joylarni ko'maman. Shundan keyin umuman hidam bo'lmaydi, keyin hech qanaqa ta'sir ham bo'lmaydi menimcha. Shunaqa deb o'ylayapman, bilmadim. Mana bu yerda короче g'alati nimalar bor ekan. Teshiklar, bu teshiklar ochmaslik kerak, chunki bu yerga men musor ko'mib ketgandim, esingizda bo'lsa agar, hidi yana tarqaydi, hamma yoqqa keyin shaxtaga kirib bo'lmaydigan bo'lib qoladi. O'shaning uchun bu yerda ochib o'tirishni keragi yo'q. O'zi jetellar shaxtaga keladidan tosh qazimoqchi bo'ladi, o'zi qashga kelmaydi, qazolmaydi chunki. Keladi, nimadir bahona qiladi, "Yo'q, sen sastibsan-ku" deydi. Men qayerdan sastdim desam, "Sen sastgansan" deydi. Sastib nima, men sastib nima, musorlarni faqat o'zim tashlayapmanmi? Senlar ham tashlayapsan desam tushunishmaydi. U atak shaxtanishdagi musorxonalarga ularning o'zi javobgar, chunki uyimning orqasidagi faqat men javobgar bilsanglar agar. Tak mana bu musorlarni nima qilaynikina hozir? Yo, bu yerga tashib bo'lmaydi, bu musorlar boshqa joyga tashlash kerak. Hozir mana shu podvalimdagi birikta tak joylarga tosh blok qo'yib chiqsam, mana bu yerlarga yer blok qo'yiladi. Chunki yer blok joyiga yer blok qo'yiladi. Mana bu yerlarda polnosti tosh blok qilib chiqaman. Chunki g'alati bo'lib turibdi, qaranglar. Ba'zi joylar yerdan qilingan, ba'zi joylar toshdan qilingan. Ikki xil bo'lib yotibdi. O'shaning uchun to'g'rilab chiqish kerak mana bu tomonlarda. Tushunmadim, kimdir eshik ochdimi, nimadir bo'ldi shunaqa shekilli. Mayli, hozir men tezroq bu yerdagi yer bloklarni olib chiqsam, o'rniga tosh blok qo'yib chiqsam, keyin hammasi cho'tki bo'la olam, Guliston degandek. Tak, mana bu yerda nimaga blok o'tibdi? Yo'q, amalincha o'shini sig'maydi, lekin bunga qanday o'tiriladi tushunmadim. O'tirish uchun usti ochiq bo'lish kerak, to'g'rimi? Tak, bu yerga qo'yamiz. Mana endi cho'tki bo'ldi menimcha. Endi bu yerga tosh bloklar qo'yib chiqaman, chiroyli qilib, tip-tekis qilib degandek, menimcha takoy chiqyapti. Rostdan ham sizlarga o'qiyaptimi yo'qmi, albatta kommentariyaga yozasizlar, chunki sizlarning fikringlar men uchun вообще muhim narsada. Tak, всё. Bu yerga ham bitta tosh qo'yib yuboramiz. Menimcha cho'tki bo'ldi hamma yoq. Bu yerga ham bitta qo'yaman. Tak, ichkarida, oho, ichkari rasvo yotibdi-ku, men borib bel kuragimni olib kelib tozalamasam bu yerda prosta qo'l bilan tozalashni o'zi bo'lmaydi. Juda ham qiyin ekan qo'l bilan tozalash. Tak, hozir bitta bel kurak toshi sindirdim, ko'ryapsizlar, musor tozalayman deb. O'sha yana bitta sinaman deb turibdi-da. Вообще rostdan ham qiyin bo'lyapti to'g'risi. Mayli, qiyin bo'lsa ham endi nayloj qilish kerak, qilmasam bo'lmaydi. Xo'p, tak tez tushish kerak ichkariga. Amallab tushib olsam, mana cho'tki. Endi esa bu yerdagilarni tozalab yuboraman va bu yerga ham tosh qo'yib chiqaman. Chunki ko'ryapsizlar, ba'zi joylar tosh, ba'zi joylar shunaqa infeksiyalangan qum bo'lib yotibdi. Ya'ni tuproq. Bu infeksiyalangan tuproqlar qayerdan kelib qolyapti? Nahotki yer tagidagi bloklarga ham ta'sir qilsa-ya, demak, butun yer planetasi zararlanib ketishi mumkin buni ortidan. Yaramas jetellar qilgan ishini deb. Hozir toshni qayerdan olaman? Tosh topish kerak qayerdandir. Любой bitta joydan shaxta qazsa bo'ladi-yu, axir. Mana shu yerdan shaxta qaziyman-da, hozir bir ikkita tosh yig'ishtirib olaman-da, keyin chiqib o'sha toshlardan foydalanib cho'tki qilib hamma yoqni to'g'rilab chiqaman, keyin uyga chiqib bemalol o'zimni ishlarimni ko'rsam bo'ladi. Kun bo'yi maza qilib o'zimni ishimni ko'ray deyman, lekin ko'ryapsizlar, bitta tayyor ish bo'ladi. Har kuni tayyor ish bo'ladi. O'sha ishni qilmasam keyin janob bilan urishib qolaman, yo jetellar bilan urishib qolaman. Ular ham tag'in oddiy ishga ko'nish, oddiy o'zim qilib qo'yaman keyinchalik deyishimga ham ko'nishmaydi. Hozir qilasan tamom. Bo'lmasa qishloqdan sur deydi. O qishloq senlardiki, men janob haydamasam men ketishim nima keragi bor desam tushunmaydi, bilmayman. Ular o'zicha qishloq egasiman deb o'ylashadimi, hayronman. Mana bu yerlar qaranglar, yo'q, hamma yoq rasvo bo'lib yotibdi. Mana endi chiroyli bo'lacak. Desam, bu tomonlar ham shunaqa bo'lib yotibdi-ku. Nima, men ko'zim ko'rmayaptimi bu yerlarni, hayronman. Mana chiroqlar tag qismini ko'ryapsizlarmi?
Bu yerda buzishni keragi yo'q shekilli, chunki o'zi u tomon ko'cha ekan, ya'ni bir blokdan keyin yer ustiga to'g'ri kelar ekan. Demak, bu uy noto'g'ri qurilgan, ya'ni podval noto'g'ri qurilgan ekan. Uni sozlatishim kerak, qaytadan rekonstruksiya ishlari olib borish kerak bu yerda, bo'lmasa menimcha boshim. Tur Jo'xa, tur, senga nima bo'ldi? Hoy Jo'xa, tur deyapman. Boshim yomon og'riyapti. Tur, senga nima bo'ldi? Kim seni boshingni yorib ketdi? Tur deyapman, o'zing yordingmi yo? Menga nima bo'ldi? Qayerdaman? Seni boshiga urilgan, sen uyingning orqasidasan. Yomon boshim og'riyapti-ku. Ha, iltimos tur, meni qo'rqitma, o'lib qoldingmi? Tur, hoy, uyingga kir, iltimos tur. Yomon boshim og'riyapti axir. Tur, iltimos, sen bizga keraksan hali. O'zimga ham hali kerakman. Lekin boshim aylanyapti, nima qilay? Davay, uyingga kirgizishim kerak seni. Yur, ko'tarib olaymi? Yo sen og'irsan, meni belimdan kirishim bor. Yur, ortimdan yur, senga uyingni ko'rsataman. Tentak, uyimda o'zim ham bilaman. Unda tezroq uyga kirib ol, yo meni uyimga yur, yoki janob meni uyiga yur. Yur, janob merga borib aytaylik, kimdir yomon boshimga urib ketdi. Davay, assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, nima gap? Jo'xa, nima bo'ldi? Kimdir boshimga yomon urib ketdi, janob mer. Nimaga urib ketadi boshiga seni? Bilmadim, polzim to'g'ri podvalimni tozalayotgandim, keyin to'satdan orqamdan kelib urib ketdi. Tezroq topinglar, kim bo'lsa ham yo'q qilish kerak. Qanaysiga yo'q qilamiz axir? Uni yo'q qilish uchun avval kimligini bilish kerak. Balki yo'q bo'lmaydigan odamdir. Mayli. Tezroq kel, uyga kirib yotmasang boshiga aylanib o'lib qolasan, tentak. Sen tentakmisan, qanaysiga o'lib qolish mumkin? Qanisan? Men ketdim. Avvallab yotib osh yerga. Mayli, kel, iltimos, menga qarab tursang yaxshi bo'lardi. Nimaga qarab turishim kerak? O'zing uxlay olmaysanmi? Endi baribir boshim yomon og'riyapti-ku. Nimadir bo'lib qolsa, shifokor chaqirasanmi? Ketdim, hozir shifokor olib kelaman unda. Mayli. Yaramas, kim urib ketdi boshimga, juda ham yomon og'riyapti axir. Obunachilar,